Evening's calling. Assalamu alaikum. Yani bir qatam salam. Bayram taxı 20 saat 1 saatning aldidan bir nahmaydan qaldim. Nahmaydan qalgan chaqda yig'lab bo'lib, endi sizlarga qiziqarli bir narsani ko'rsatmoqchi. Hamma odamning ochiqini keltiradigan, hamma odamning kulgusini keltiradigan degandek. Yılqı bir chaqda 90% nisbatla deydigan chaqda bir cho'ng bir xabarlar, kompaniyalar cho'ng xabarlarga chiqib ketmadimi? Shu chaqda CGTNning ekranda o videoni sizlarga ilgari bir qatam ko'rsatgan. Endi ma'lum sizlarga to'xtang. Do'stlarni ko'rsatam, xush bo'lib qoldik ya. 我叫阿布雷赞 A 的独行仙人，我的朋友尔麦蒂买索蒂说，我们一家3口失踪了，简直是胡说八道。我老婆阿米那个里阿麦蒂，在快递公司上班，我们2个人的每个月拿的工资12000，儿子老人家阿布雷子今年13岁，第一中学上初一，我们一家3口过得很好。Onu qaytadan qo'yaychi. 我叫阿布雷赞 A 的独行仙人，我的朋友尔麦蒂买索蒂说，我们一家3口失踪了，简直是胡说八道。我老婆阿米那个里阿麦蒂，在快递公司上班，我们2个人的每个月拿的工资12000，儿子老人家阿布雷子今年13岁，第一中学上初一，我们一家3口过得很好。Okay, let me stop here. Bayatın 20 saat 1 saat ilgari nahmaydan qolgan chaqda bu odamniki shundoq bearam qiladigan bir mazmunlarni so'zlab hamda bu keyindilla mavuni videoni o'zimniki YouTube kanalimga qo'yib qo'yay dedim. Bay ko'rganinglardek shu Amina meniki yaqin do'stimdi, yo'ldoshi Ablasjon. Mening do'stim Hurmat Masud bizni yo'qolib ketdi deb yuribdi degandek gaplarni oldinglar. Endi mening do'stim Hurmat Masud bizni yo'qolib ketdi bir oyda 3 kishilarni debdi. Sizlarga CGTN bumi o'sha China State Media. O'shaning ichidagi degan gapida hozir mana Ablasjon do'stimniki yo'ldoshi Mao CGTN'niki ekranda Hurmat Masudni butun umrimda bir qatam ko'rib boqmagan debdi. Anandaki boyaqa videoda mening do'stim Hurmat Masud meni yo'qolib ketdi dedi deb. Turpan to'qson berib CGTN'niki reporterlari meniki ismini chiqarib qo'yadi. Anda bir narsani yozgan degan. Qiziqarlimikan? 这个剧情越来越错综复杂，一会儿打算在推特上联系一下这个发帖的人。发不 Meni 少 deydi. Fadi pishloqda qo'ydi. Ma boyaqa ekrandagi Ablasjon shu. 不是，这个照片，就这个新闻。就是咱们今天找的是要找的人，我们可以 confirm 这个事情，但是他不是笑，他只是 use 了这个 hashtag。 Qaysining gapi qaysining rost bo'lib ketdi bu endi. CGTN ekrani chiqib azaldan ko'rib boqmagan meni debdi. O'z ayrim bir video ishlab uni chiqaribdi. Mening do'stim 就是在朋友圈上发的嘛，他就找出来我都不是那么丑的照片。都心里想，咋突然这家伙冒出来了噻？然后我也不想把别人到我的生活来，就是不影响我，所以我就不想打扰我就删了。Uning oldidagi xatni qarsanglar. Nim debdi desanglar. Amina mening do'stim 10 yilgacha aloqa qilib boqmagan ekan. Yo'ldoshi bo'lsa meni bir qatam ko'rib boqmabdi. Anandan keyin
bayaqı birinchi qitim qo'ygan videoda qanaqkan desanglar. Mening do'stim Hurmat Masud bizni bir oylik kishilarni yo'qolib ketdi debdi. O yerda mening do'stim deb voy ekranga chiqib meni tanimayman, ko'rib boqmadim, bir qitim ko'rishib boqmadim deb, andan keyin yana bir ekranda emas, shu China Daily Jungurbo e'lon nima xabar gazeti gazetga shuniki xabarini chiqarib, o yerda Oblizjon Re-Education Centerda o'qish bitirib chiqdi debdi. 3 yerda 3 xil. Qaysi rost, qaysi yolg'on? Bir Alloh bilir, bilmam. Boyaqa video bak qiziqarli desa. Shuni qaytadan qo'yaymi? YouTube'dan ichidan baykaga yerini açay. Do'stlarni ko'z bir xil qo'shib qoldiki, odam, lekin ma'nodek yolg'ondan bundaq bir narsani degil do'st odamga qarchoqlig'il do'sti bular. O'ziniki yolg'on gapni o'zi e'tirof qilib, o'ziniki degan gapni yana bir yerda o'xshash chiqmay. Hammasi o'ziniki bir narsa bo'lsa. Bu ekran bu shu. Men qisqalan bir video ishlay dedim, shunlashqa ko'pchilikka sizlarningki boyiqi naq maydon qilgan vaqtda ko'nglim bak yerim bir yiqib ketgan chig'imda tasalli bergan do'stlarimga ko'pdan ko'p rahmat. Men kendillam qisqa video ishlab, CGTN'dagi so'zlagan u ekrandagi u gapiniki qiziqarli dam ochig'ini keltiradigan ham qiziqarli demoqchi. O'shini still no info degan keltirib 我叫Ablejan Aydin，独行侠人。我的朋友尔麦蒂买索蒂说，我们一家3口失踪了，简直是胡说八道。我老婆阿米那个里阿麦蒂，在快递公司上班，我们2个人的每个月拿的工资12000。儿子老人家阿贝子今年13岁，第一中学上初一。我们一家3口过得很好。 Ay, qiziqchiliklar. Eta 我们一家3口。 o'z yolg'on aytib, o'z yolg'on ekanligini oshkorlab, qiziq haqva. Oldi, o'shanchalik ham qisqa video qilib, videoni o'zimniki qanday saqlab olay dedim. Yo'qolib ketgan do'st birodarlaringlar bo'lsa, Alloh to'g'riliq guvohlik beringlar. Shuna chiqdi, ekranlarga chiqdi, undan keyin biz do'stlarni tutamdik, mana deb chiqarib berdik. Bo'ldi, xo'shamsa. Boyaqi naq maydonimni bir ko'rib chiqishinglarni hamda shular to'g'risidagi xabarlarni ham baharlab social medialarda bir ovoz qo'shaylik demoqchi. Ko'pchilik xayr xo'shamsa.